Alo Pro Family'ga keldik. To'g'rimi? To'g'ri, aka sizga. Family'ni oldik. Alo Family, alo oilasi. Alo, mayla dedi. O'sha Family'ga keldik. Xullas bular degan emas. O'zimiz oldindan fikrlarimiz, sinlarimiz. Mana bularga hozir biz klip premyeramizga taklifnoma beramiz. Yopiq premyera bo'ladi. 17-noyabr kuni kelayotgan dushanbada soat 18:00 dan 20:00 gacha bizning yonimizda bo'lasizlar, xudo xolasa. Bemalol ochib ko'ringlar. Bu Shunaqamanki? Ha, bemalol. Xohlagan. O'zim bundoq qilib qo'ysam bo'lmaydi. Bu ham bo'ladi, variant. Bu yog'i IQ-ga bog'liq. Nima ochilganini desiz bu mana uni. Keyin yordam beraman. Ochilgan narsa hammasi yaxshi bo'lmaydi. Nova Grow. Xaviyor, Anvar akam, Abdulhamid и Dildor. Qo'shiqlar chiqadi, xudo xolasa. Biz boramiz. Zo'rqibsizlar. Faqat men yozib ko'rmayapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo xohlasa sizni Nova guruhini 17-noyabr kuni yopiq premyerasiga taklif qilamiz. Amarat restoranida. Rahmat. Hammalarni davolab kutamiz. Yangi Nova guruhi. Zo'r. 2 kishiga. 2 kishiga. Ko'rib baho berasizlar. Ko'rib baho berasizlar. Kishilarga rivoj. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat. Bo'lasi tayyor. Mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Mana sizlarga taklifnoma, bizani yopiq premyeramizga taklif qilamiz. Soat 18:00 da. Bular go'zal bo'lib qatnashib chiqyapsizlar. Biz syomkadan YouTube'ga syomka olyapmiz. Bular ham tanishmaydilar lekin. Başka boshqacha yo'q, aytdim-ku mana u BTS bilan Blackpink o'zbekcha versiyasida realno shunaqa zo'rlangan. O'shanizmi deysiz? Bunaqa yomg'irdan keyin deydi-yu. Rahmat kattakon taklif uchun. Rahmat, обязательно boramiz. O'qinglar, alohida yozib qo'yasiz. Rahmat kattakon. Bo'lsa sizlarni ovqat yeyishdan to'xtatib qo'ying. Rahmat. Mayli, xo'p. Charchamaylar, xo'p. Charchamaylar. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz Sardor aka Sardor Life Hall'ga keldik. Akamizga mana 17-noyabr kuni Amarat restoranida biza yopiq premyeramiz bo'lib o'tadi. Sizni shunda taklif qildik. Sardor aka bizlarni faqatgina akamiz emas, birinchi ustozlarimizdan desa ham bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu paytda Anvar bolalar juda ham kichkina bolachalar bo'lishgan. Gapi bugunga kelib mana o'zlarini mualliflik qo'shiqlarini va konsert dasturlarida ham qatnashganmiz. Mualliflik qo'shiqlarini mana taqdim etib, yana bizni taklif qilishibdi. Mana shunaqa ajoyib premyeralariga nasib bo'lsa. Bu xayrli bo'lsin. Rostdan ham bu balandparvoz gap yoki boshqa narsa maqtashga yo'ymaydi. Rostdan ham xudo xolasa shu dunyo miqyosidagi telekanallar deymizmi, o'sha platformalarmi, dunyo miqyosidagi sahnalarga xudo xolasa chiqishni nasib qilsin sizlarga. Omadinglarni bersin. O'z yo'nalishingiz Kamoliddinov. Siz vashi angliskiy qilasiz. Mana ham noto'g'ri aytdim-da. Assalomu alaykum. Shuni menga taklifnoma berasizlar. Men sen istoriyada bo'lyapman. Bular meni unutib qo'ydilar. Biz hammaga berib chiqamiz. Yana bilasan. Menimcha premyera kunini hammasini bilasan. Yana bitta aytib o'taman. Qo'shiqlaringni eshitganman to'liq. Bilaman. Klip ko'rmagansan. Klip ko'rmadim xolos. 17-noyabr kuni biz bilan birga bo'lasan, premyerani ko'rasan. Xudo xolasa bo'l. Yoqsa, istoriya qo'yib takoy, makoy qilasan. Bo'l, xudo xolasa. Xudo xolasa. Oldimizda bo'lishadi, o'rtoqlar, hamma yaqinlarimiz. Albatta, Shu qatori Abbos ham yonimizda. Avvalo men tilagan tabriklayman sizlarni. Bunaqa ko'p bo'lsin, bunaqa yutuqlar. Xudo xolasa bu birinchisi, nasib 100-chisini premyerasiga ham birga bo'laylik. To'ppa-to'g'ri. Rahmat taklif uchun. Abbos ham menga qo'shiq chiqargan opajonimga eshitding. Endi.
Akamiz shunday o'sha oldik deyman. O'rtoqlar xullas Shodiyor akamning oldiga keldik. Mana komanda bilan kelishimiz kerak. Komanda 2 ga bo'lingan hozircha. Yarmi naryoqda, biz bu yoqda. Mana rasmda qalaylik. Eng yoqqan rasm mana shu bo'ldimi? Ular qo'liqan? Tamam. Mana boylab qo'yishgan. Nova guruhini yopiq premyerasiga mana 17-noyabr kuni, ya'ni ertaga aka 18:00 dan 20:00 gacha bir minut ham kam bo'lmasdan biz bilan bo'lasiz, to'g'rimi? Xudo xohlasa. 15 minutgacha ruxsat deyman. Bo'lmasangiz ham bo'ladi. Bu degan kech qolmaydi deganda aka. Mashina Rahmat. Mashinalar mora olib tashasin aytgancha. Kesib tashlaysiz. Nimaga? Siznikimi? Yo'q, rostdan. Ahol prikol qilib yotdi. Ularniki bo'lsa, avarinkasi. Ya, tabriklashing aka lekin. O'rtoqlar, birato'la mashinani ham reklamasi. Ketdimi? Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi mehmonimiz Bahrom akani oldilariga keldik. Ularni ham tutish qiyin juda ham. Bu sizga ba'zilariga savdosi. Bu Durdon opa. Va Samiraga. Ertaga Anvar chaqirdi, siz keling. Ha, bo'ldi. Durdonani oilasi, Qoni Durdonani oilasi qullayga muxlis. Men Durdonga muxlisman. Rahmat. Va onajon bilan keling. Ko'rib yoztiraman bo'lsa. Da. Yozgan muxlisman, endi ko'ramanchi. Men hozir aniq naказаниеdaman, Bahrom. Ertaga 17-noyabr Amarat restoranda qilamiz. Sizlarga omad. Rahmat. Har doim shunaqa zo'r natijaga erishishinglar, nimadir yordam berasiz, har doim podдержка etamiz, yaxshi ko'ramiz. Har doim birinchi bo'lib nominativ bo'lgan. Agar kelmasangiz ertaga Kelaman kunlar bilan. Ertaga mutlaqo. Ertaga. Ertaga ko'rishamiz. Kelsanglar voy Gulshar emas, o'zi bunday bo'ladi. Yo, endi bu yoqqa kelib Rahmat. Yo, WhatsApp o'rtoqlar bugun. Yo, hammaga assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Уже sovuqdan hammani tili Xudo xolasa aka, mana shu video 16-noyabr premyera kuni qo'yiladi va sirklarga o'tinglar, ko'ringlar. Tez Muslimaga yolvordilar raqs o'ynab. Sen buni o'sha payt qo'ying video. hozir hech kim bilish kerak emas.